Bundan bir necha yillar oldin aynan mana shu restoranga mehmon sifatida tashrif buyurgan edik. Mana bugun nasib qildi ilk debyut aynan mana shu to'y marosimlaridagi chiqishimizni nasib qilgan ekan. Allohim shunaqangi Silola restoranini yangicha ko'rinishida o'tkazishimizni. Bundan behad xursandmiz va albatta har bir o'zgarishlar yaxshilikka bo'lganligini shundoq ko'rib turibmiz. Kelgusida yaxshi to'y tadbirlarini o'tkazish niyatida yurgan har bir o'zbek xalqiga, har bir yaxshi niyatlari uchun aynan mana shu restoranni tanlashlarini chin dilimdan taklif qilaman hamda shunaqangi chiroyli restoranlarda yana ko'plab xizmatlarda bo'lish bizga ham nasib qilsin deyman. 2 yosh baxtli bo'lsin. Bu to'yxonada to'y qilmoqchi bo'lsanglar, kelaverasizlar. Haqiqatan ham nomiga xos chiroyli to'yxona. Agarda eski ko'rinishini ko'rib, yangicha ko'rinishiga hali guvoh bo'lmagan bo'lsangiz, albatta kelib ko'ring. Ko'rinishdan hamda o'zgarishdan lol qolasiz desam, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Rahmat, sog' bo'linglar.